Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Biz hozir Chiroqchi Kuydalar tumani deylik. Kuydalar tumani Chel Navruzdan tortib, mana yo'llar buzuqligini qarang-da. Navruzdan tortib shu Annoruzgacha bo'lgan yo'lni gapirmoqchiman-da. Eng taniqli boylar, bu tadbirkorlar hammasi Cheldan chiqqanda, shu Qashqadaryo zonasida Chelning oldingi o'rinda turadi-da. Mana taqilishlarni qaranglar, ovoz eshitilmaydi. Lekin hech qoyil qolmadim Chel xalqiga. Yo'lni qarang-da, endi shu ozginadan pul yig'ib qilsa bo'ladi. Mana biz dasht Azlartepada turamiz. Azlartepa degan joyda Qamashiga qaraydigan, Oskuydalarga qarab ketyapmiz. Lekin yo'limiz bundan ancha ravonda, bundan ancha tekis. Biz qayta yo'lda qilib oldik. 2,5 kilometrdan 5 kilometr bo'lgan yo'lda. Nima uchun endi ular endi shunday qila olmay ekan deb hayron qolib ketyapman. Eng boy odamlar shu yerda bo'lsa. Boyligini ko'z-ko'z qilib, katta ko'pkari berib, katta kurash berib, men ko'z-ko'z qilganman, mana yo'lni tuzulab qo'yib, xalqqa ko'rinmasa bekorda bu. Bu 1 yilda esdan chiqadi ketadi, boyagi ko'pkari bergan odam ham, kurash bergan odam ham. Yo'lda yurib bo'lmaydi. Endi sherlar sal tekis ekan. Qoyil qolmadim, hurmatli Chellik qarindoshlar, ko'rayotgan bo'lsalaringiz. Bunga bir urg'i berib o'tingizlar, bunga bir yig'ilib pul tashlab yo'lni sozlangizlar. Uyat.